Shunda BYD zavodini siz qurganmisiz? Yo'q, BYDni shogirdlarim qurgan, men BYW zavodini qurganman. Hazilmidi? Albatta. Samarqanddagi eng yirik metall zavodlaridan birida turibmiz. Zavod maydoni 2 gektarni tashkil etadi. Qurilish ishlari qancha vaqt davom etgan? Bu yerda bizlarga juda ham kam vaqt berildi. 1 yilning ichiga shuni qurib bitkazib bering degan vazifani qo'ygan edilar oldimizga. Shunga harakat qildik, uspet qildik lekin. 1 yil ichida 2 gektarli maydonda butun boshli zavodni qurib berdinglar. Shunday. Sizda qo'rquv bo'lmadimi shunday katta obyektni qisqa vaqt ichida qurishga? Bu sohaga endi kirib kelgan mutaxassisga qo'rquv bo'lishi mumkin, ammo bizda qo'rquv bo'lmadi, chunki bizlarga yetarli tajriba va orqada ikkita moshni ustozimiz bor edilar. Biri otam, ikkinchilari Jamshid aka ustozimiz. Bunaqangi katta obyektni tez vaqt ichida bitkazish uchun menimcha juda katta jamoa ishlagan bo'lsa kerak, a? 10 ta brigada smen almashib to'xtovsiz ishlashdi. O'sha yilning ichiga BYW brend ostiga sendvich panel zavodi, restoran va gostinitsani ham qurib berdik. Bu 1 yil ichida. 1 yil ichida. Ham zavod. Ham zavod.